بسم الله الرحمن الرحيم نهايت şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. Allah'ın senin ilgirki ve keyinki günahlarını keçirişi üçün, sana bergen nimetini mükemmelleştiriş üçün, seni doğru yola başlaşı üçün, sana güçlük yardım berişi üçün, sana biz hakikaten roşan galba ata kıldık. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. Müminlerinin imanıga iman koşuluşu üçün Allah ularning dillariga tamkinlikni tushirdi. Osmonlarning va zaminning farishtalardan, jinlardan, hayvonlardan va tabiat hodislaridan bo'lgan qo'shinlari Allohningdir. Alloh xalqning ahvolini bilib turg'uchidir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. Müminlerning dillariga Allohning tamkinlik tushirishi ayol müminlarni ostidan o'stanglar eqib turadigan, ular mangu qoladigan jannatlarga kirgizishi uchundir. Allohning ularning gunohlarini kechirishi uchundir. Allohning dargohida bu zo'r muvaffaqiyatdir. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. Müminlerning dillariga Allohning tamkinlik tushirishi munofiq va munofiqalarga, mushrik va mushrikalarga azob qilish uchundir. Ular Allohga qarta, Alloh payg'ambarga va mu'minlarga yordam bermaydi deydigan yomon o'ylarda bo'ldi. Ular mu'minlarga yassun degan halokat ularning o'zlariga yetidi. Alloh ularga g'azab qildi. Ularni rahmatidan yiroq qildi. Ularga jahannamni tayyorladi. Jahannam nimdiga yomon joy. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. Osmonlarning va zaminning qo'shinlari Allohningdir. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. Biz haqiqatan seni qiyomat kuni xalqqa guvohlik berguchi, mu'minlarga jannat bilan xush xabar berguchi, kofirlarni azobdan ogohlantiruvchi qilib avatdiq. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Sizlarning Allohga va uning payg'ambariga iymon etishinglar uchun, uni, ya'ni payg'ambarni ulug'lashinglar va hurmatlashinglar uchun, attiganda va oqshomda tasbih etishinglar uchun biz payg'ambarni avatdiq. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
Şübhisizki, ey Muhammed, Hüdaybiyede sana Rızvan beyitini qilganlar haqiqatda Allohga bay'at qilgan boludu. Allah'ның qoli ularning qolining ustididir. Ya'ni Allah ularning qilgan bayitini ko'rib turg'uchidir. Allah ularni bay'at qilganligi uchun mukofotlaydi. Kimki ahdini buzadigan, ahdini buzganligining ziyni uning o'ziga bo'ladi. Allah bilan qilgan ahdisiga vafo qilganlarga Allah buyuk ajr ato qiladi. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. Hüdaybiye'ge çıkmay qilib qolgan munafıq Arablar sana biz mallarımız, balı çaqılarımız bilan bo'lib qilib sen bilan chiqolmadik. Biz uchun mag'firat talab qilgin deydi. Ularning tili bilan aytqini dilidagi so'z emas, ya'ni ular yolg'on o'zira aytidi. Aytqinki, agar Alloh sizlarga biror ziyonni yoki foydani iroda qilsa, kim sizlar uchun Allohning oldida biror narsaga dal bo'la oladi? Ya'ni kim sizlardan Allohning xohishi va qazosini to'siya oladi? Undaq emas. Ya'ni ish sizlar o'ylagandek emas. Allah sizlarning qilmishinglardan to'liq xabardordir. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. Belki sizler peygamber ve müminler ailesiga mengu qaytolmaydi deb gumon qildinglar. Bu gumrohlik dillaringlarda chiroyli tuyuldi. Sizlar yomon gumonda, ya'ni ular o'ltirilib, birimi saq qaytmaydi deydigan o'yda bo'ldinglar. Sizlar Alloh bo'lg'uchi qavm bo'ldinglar. وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. Kimki Allohga va uning payg'ambariga ishonmaydigan u kofirdir. Shubhisizki biz kofirlarga do'zaxni tayyorladik. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Alloh xohlagan odamga mag'firat qiladi, xohlagan odamga azob qiladi. Alloh nihoyat mag'firat qilg'uchidir, nihoyat mehribondir. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. Hüdaybiye'ge çıkmay qilib qolganlar g'animat elish uchun chiqqan vaqtinglarda bizmi sizlar bilan chiqayli deydi. Ular Allohning Xaybar g'animatini Hüdaybiye'ge chiqqanlarga xos qilganlikdan iborat so'zni o'zgartmoqchi bo'ladi. Ularga aytqinki, biz bilan chiqishinglarga hargiz bo'lmaydi. Alloh ilgari mushundoq degan. Ular undaq emas. Ya'ni Allah undaq demagan. Sizlar bizga asad qilyapsizlar deydi. Undaq emas. Ular Allohning kalomini faqat yuzagini tushundi. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن
تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. Hudaybiyaga chiqmay qilib qolgan arabularga sizlar jangovar bir qavm bilan urushga chaqirilsizlar yoki ular urushsizlar musulmon bo'ladi. Ular bilan urushmaysizlar. Agar sizlar buyruqqa bo'ysunsanglar, Alloh sizlarga chiroyli ajr ato qiladi. Agar sizlar ilgari qilib qolgandek, yana qilib qolsanglar, Alloh sizlarga qattiq azob qiladi, degin. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. Cihatga chiqmasa amağı günah bolmaydı. Tokurğımı günah bolmaydı. Keselgimi günah bolmaydı. Kimki Allah'a ve onun peygamberge itaat kılıdiken, onu Allah astıdan östanglar eqib turduğan cennetlerge kirgizdi. Kimki özürsiz cihattan baş tartırdiken, Allah onu dünyada xorluq bilen, ahirette o't bilen qattiq azaplaydı. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وَكَانَ اللّٰهُ عَز۪يزًا حَك۪يمًا. Allah müminlerden hakikaten razı oldu. Ey Muhammed! Öz vaxtida ular Hudaybiye'de daraxt sayisi astıda sana bayat kıldı. Allah ularının dilidikini, yani rastıq bilen vapani bilidu. Allah ularga, ular bayat kılıvatqanda temkinlik çürüp berdi. Ve ularını yıkın galbe, yani Xaybarning fathi qilinishi bilen ve ular alıdığan nurgun ganimetler bilen mukapatıldı. Allah g'olibdir, hikmet bilan ish qilg'uchidir. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. Allah sizler alıdığan nurgun ganimetlerini sizlerge vədi qıldı. Bunu yani Xaybarning ganimetini həmmidin burun ata qıldı. Sizlerini düşmanlarının qol silişidin saqıldı. Ganimetler Mekke'nin fathi qılınışı, Mescid-i Haramga kiriş, müminlerge nişan bop qilish uchun ve sizlerini toğru yolga başlash uchun Allah şunda qıldı. وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللّٰهُ بِهَا وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا. Allah yani öz küçüğünler bilen qolgu keltirelmeydiğen, Allah onun sizlerge müyesser boluduğalıqını toluq bilgen bir ganimet, yani Mekke'nin fathi qılınışını sizlerge müyesser qıldı. Allah her nersige qadirdir. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. Eğer kapırlar sizler bilen Hudaybiye'de uruşsa, elbette arkası qarab qaçatdı. Ondan özlerge hiç ige ve yardımcı tapalmaydı. سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا. Bu, yani kapırlarını mağlup kılış, müminlerini galbi kıldırış, Allah'ın ilgerden tartıp tutup kilovatkan yoludur. Allah'ın yolu da hiç kandak özgürüş tapalmaysan. Yani Allah'ın tutkan yolu özgermeydi. وَهُوَ الَّذ۪ي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ
وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. Allah ularni sizlarga qo'l silishdan to'sdi. Hamda ular ustidan g'alaba qilganinglardan keyin Makkaning ichida, ya'ni Hudaybiyada sizlarni ularga qo'l silishinglardan to'sdi. Allah qiladigan ishinglarni ko'rib turg'uchidir. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. Ular kafir bo'ldi. Sizlarni Masjidi Haramdan va tutib turilgan qurbonlikning o'z joyiga yetishidan to'sdi. Makkada sizlar bilmaydigan arayal mo'minlar bo'lib, sizlar bilmasdan ularni o'ltirib qo'yish bilan gunohga giribtor bo'lishinglarning xavfi bo'lmasa edi, albatta Alloh Makkaga kirishinglarga ruxsat qiladi va sizlarni kofirlarga musallat qiladi. Alloh xohlagan odamni rahmati doirasiga kirgizish uchun sizlarni Makkani fath qilishdan to'sdi. Agar ular ayrilsa, ya'ni mo'minlar bilan kofirlardan ayrilsa, ularning orasidagi kofirlarni qattiq azob bilan azoblaydiq. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. Kafirlar qiziqqanligini, cahiliyet devrinin qiziqqanligini dillarga pükkan çağda Allah peygamberge ve müminlerge temkinlikni düşürdü. Ularga taqvo kelimesini, yani kelime tevhidni ihtiyar kıldı. Müminler taqvo kelimesiga en layık idi ve onun ehli idi. Allah her nersini bilgücüdür. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. Allah peygamberge haq ravishda haqiqiy rast tush ko'rsatdi. Ey Muhammad, sen ve senin sahabilerin Xudo xolisa düşmandan amin bo'lgan. Ba'zilaringlar boshlaringlarni tushirgan ve ba'zilaringlar qirqilgan holda qo'rqmay cho'qim Masjidi Haramga kirsizlar. Allah sulhdiki sizlar bilmaydigan foydani biladi. Allah buningdan burun sizlarga yaqin bir g'albini, ya'ni Xaybarning fathisini muyassar qildi. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. Allah haq dinni bütün dinlardan üstün qilish uchun payg'ambarni hidoyat bilan va haq din bilan avatdi. Muhammad alayhisalomning Allohning payg'ambari ekanligiga guvohlik berishga Allah yetarlikdir. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة
ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Muhammed Allah'ның rəsuludur. Onun bilan birga bo'lgan mo'minlar kuffarlarga qattiqdir. O'zaro kuyimchandir. Ularni ruku qilgan, sajda qilgan holda ko'rsan, ular Allohning fazlini va roziligini tilaydi. Ularning yuzlarida sajdaning asridan nishonlar bor. Ana shu ularning Tavratdagi sifatidir. Ularning Injildagi sifati bo'lsa, ular shox chiqargan, kuchlanib cho'ngaygan, ondan o'z qo'li bilan o'r turgan, buluqligi va ko'rkam ko'rinishi bilan dehqonlarni mamnun qilgan bir ziroatga o'xshaydi. Mo'minlarni mundaq ziroatga o'xshatish kuffarlarni xafa qilish uchundir. Alloh ularning ichidan iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarga mag'firat va katta ajr va'da qildi.